Elon Musk bilan Zuckerberg birga bir otadigan bo'ldi. Boksakni chiqib deb mushlishidigan bo'ldi. Cho'qchoq emas bunlar bu. Endi bu yerda Elon Muskning necha qatim so'zildi va hammanglarga bak tunishliq, dunyodagi eng katta boy, dunyodagi eng katta net shirkatning qurg'uvchisi, CEOsi bu shunami Tesla deymiz, SpaceX deymiz, yenilikli kompyuterni odam yangisiga ulash shirkati deymiz, dunyodagi eng cho'ng quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirgan shirkat deymiz. Buni bak tunuymiz. Endi men Zuckerberg yergan bu Zuckerberg'ni nurg'unlar bek tunmasligi mumkin. Ham Zuckerberg desam sanishxonlik bal o'xshaydi deb qolmanglar, bu mash Amerikalik apandi. Bu dunyodagi eng donliq elektron shirkati, burun Facebook deb anglaganmi? Hozir Meta deb o'zgartdi. Mush shirkatning qurg'uvchisi, cho'ngshirinsi. Dunyodagi abont eng ko'p bo'lgan ilikdagi sho'javranjan paranglashdigan, u bu qildigan mashruvanjanning oldingi 3-ning 3 yilsi maş adamniki. Yani bu dünyadaki maş alaq detallar supsının dünyadaki lavdası deyişki buludu. Hem de bu katta iki çoğunbay neyim için bu ziddiyetleşip kaldı ya vaktin ucuzda. 2014 yılı Zuckerberg'den bu yerdeki Elon Musk'ni uyga tamak çakırken de var bir gün hogo kıgan bir kasınızı sıyık yap hogonu bir dep tamak çakırken. Şundan bu tamak yiyiş jarayonu da elbette bekar kıymaydı bu tamakni. Zuckerberg'den bu yerdeki Elon Musk'a özünün şirketinin sünni ahli iktidar teknikasını manda boğallığı, kelgüstü mandak planı bağlığını, Elon Musk'ın bunun koşulsuz karşı aldığını bolsa billi qısaq maaşını tam dep çakırdı. Biroq o'ylimga yedin Elon Musk bu sünni ahli iktidar bu texnikasiga qarshi ekanligini, kelgusida insonlarning eng cho'ng dushmanining bu sünni ahli iktidar texnikasi bo'lib qolganligini, o'zining buni qo'llamaydiganligini aytib ziddiyet başlanıp kaldı. Şunun bilan bu tamakdan keyin ikkaylan o'zining aloqa suhbatlarida bo'lmalik do'yin qo'yishi degandek narsalarda o'zining fikrini aytib, ta ziddiyetlashib turdi. Biz g'arb qilmamiz, biz sharq qilmamiz deb. Mushundaq kunlarning birida ham 2016-yili bu yerki Zuckerberg'da o'zining bu Meta shirkatiniki aloqa suhbatlarining ruvanjanlarning bir ehtiyoji bilan bir 200 milyon dollarlik bir sunniy amra yasaydi. Mashina texnik taraqqiy qildirish uchun va bu sunniy amrani yer sharining sirtiga olib chiqish uchun Elon Musk'dan raketa so'raydi. Axir bizning sunniy amrani raketalar chiqib bersanlar deb kiraqin to'lab to'xtamni imzolashib qilib buni Elon Musk'ga topshirdi. O'ylimga yedin bu raketa joyidan qo'zg'almay bom portlab ketdi. 200 milyon dollarlik sunniy amrami shuning bilan yo'q bo'ldi. Bularning butkul tadqiqot natijasi Şunun bilan bu Zuckerberg'dan darhol bu Elon Musk'dan qattiq ranjiganligini, chuqur bu qasddan qildi, bu deb o'zi e'tiroz bildirdi, achchig'ini basamay bir narsani deb kutdi. Elon Musk darhol va xapma bu raketa qo'yib berishgan mashunda murakkab, zil jarayon, ba'zi mashunda ishlardan saqlanib bo'lmaydi. Bundan kechirim so'raymiz debla tugutdi. Şunun bilan bu ikkisining ziddiyati davomli keskinlashgan. Her qaysi metallar to'xtamay mash ikkisi to'g'risida mamga o'xshash so'zlaydigan bolalar chiqqan. Bu ikkisini to'xtamay bir narsalarni avatgan. Bag'an ziddiyat kuchayib, bu yil 6-oyning 20-si Elon Musk Zuckerberg'ga 3 xil jang e'lon qilgan. Ikkimiz boks sahnasiga chiqib bir etish baqili qosimiz yomon ekanmiz bektab ketding. Bir akishdak chiqib bir mushishib bir taraf qildim, mana shuni gaping bormi? Bana deb e'lon qilgan uchuqlar. Zuckerberg'ni shuni bilan nim degan, ikkinchi kuni oddiylik qilib, "Nayt ko'rishimiz" degan. Bu ikkisi Rasululloh chelish sahnasiga chiqib, mushlashmoqchi bo'lgan. Boshda kishilar bu chaqchaq, tomosha bu deb o'ylagan. Zimmetdagi bu to'xtamay chiqayotgan narsalarni ko'rib, bu ikkisi hatto shaxsiy chelish terniyalarini chaqirib, mashq qilishga, cheniqishga tushgan. Pat yaqinda rasmi mushishib qolgandek turdi. Undaqda bu Zuckerberg bilan Elon Musk mushishib qolsa, zodi qaysi yana sizcha? Qaysi bakarak sevata? Bilimning davomi qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. Rahmat.